Allah'ı bir şenge adam şunu işiniş gerek ki dünyada hak olsa kıyamet olmaydı. Dünyada hak, hakikat her zaman aşında. Hak hakikatning mushunda haksızlıkning astın üstün buluşu, insanların bir-biriga zulm qilishi sababidan Cenab-ı Allah şu kıyametini bizge aldın haber verdi. Hesapta kaldığımızda bir yerde emas, dünyada kıvagan, itivagan degan bilen tügümeydi bu narsa. İnşallah Cenab-ı Allah ecri azim bersin. Köp japa çektinler. Xudoyim burgan bolsa bunun elbette bunun bir mukafati var. Merhamet, rahmet demi gaplarni tatib gapni uzatib ketdim. Hem de bayağı ben gapni başlamayı biraz seliştirme kılışkı doğru geldi. Çünkü sizin köyge yardımını yeni başkalarının mı köy işini talep kılımın. Çünkü o zaman da şunda boğutqa vakitte. Hoş. Şuna ben işkinin yardım kılan kamaganını seliştirip bir digim kep kaldı. Ama muşunda adamla özünü biraz sezgür tutup bundan keyin bunu kılsam bo'lmaydigan 10-15 yıl keyin meni balani yerden bu oturga çıkıp söylep çıkıtken men dikkat kılay degan bir halga kelishini talep kılaman. Şu endi men başka yerdimi deymi? Hazır kadar mantığı kolumuzda televizyon var. Axbarat var, hamma narsa var. Bunda meselelerni aşmıdı. Hem de yani açsak, ümitsizlik payda qilmayli. İttifaqsızlık bo'lmasa onda bu meselelerini aşmıdık. Yeni bir meselem var. Uygurlarning bir atasözü var. Kesilini yuşursa ölümü aşkara. Ama muş yakındı mı meselem deyli? Biz nait çoğun işlerini kıvatımız, vatanını azalt kılımız dağıtımız. Gayemiz nait üstün, yukarı, uluk. Ama bazı işlerde kolumuzdan kelgan işlemini kılamayatımız mesela. Qanday deydi? Ama şak bir huquqchi gapni o'tganda, gapdan gap chiqib, bu deyishga to'g'ri kelyapti. Yillar o'tganda. Bu huquqchiga mening ishlarimni aldirash hamda bizning ishxonamizda musoit bo'lsa-mu, maxfiyatchilik yuzini hamma odamni yotqizolmaymiz yerda. Birisini uyiga avatdim. Bo'pti o'qiydigan bir o'quvchi ekan. Shu yerda tursin deb. U yerda yaxshi nima qilaman. Endi bir adam namoz o'qiydigan deydigan, birisi namoz o'qimaydigan deydigan, namoz o'qimaydigan odamning uyiga namoz o'qiydigan odam berib qolsa, u bir eg'ir qildiga o'xshaydi deganda saqib o'qitayotganda yoki bo'lmasa har tarafdan qo'y mijoz chiqishmaydigan shuldi ekan. Shuning ashi bola o'sha yerda 3 kunning ichida az qapta ko'chada u banddan chiqib tursam şu sakalları ösep kesipti, nimasini elib aşat turibdi. Ukamdan bo'ldi. Desem ben nima qilamadim aka, bu yerda bak qiynalib ketdim. Rasta maktubimga berib olay. Men yerda bir ish topib berib, hamda u bolaga nima qilamiz degan nimamiz bordi. Chunki ota-onasi og'riqchankan, shuning bilan shunda turib bir bolasini meshaga o'qig'ili chiqiribdi. U bolaga bankadan qazab chiqiribdi, necha ming qo'ydaydi. 100 ming qo'yib bordi ekan. Ama balı meyadanda o pulmu yetmey, evetken pulmu. Cungo'nunki Xitayning puli hazır 100 ming koydigan pulisi bir yerde qancha pul 10 ming euro. Bir huquqchi bir ayda 1000 euro ketadi. Ama şöyle biraz ishlab pul tepib, ta'tilda kelay deb ketganda bu bala. Shuni olib ketib qoldi. Shunga o'xshash. Elg'u siltiq siyosiy nima bilan normal kaga odammi mishada? Ana shunga o'xshash. Qiyinchilik tortganlar bor endi. Albatta ki endi adam en başta kimden ağrındı dese, üzüm tukallardan, Uygurlardan, hiç teşkilattan elbette nima qildi. Bunu to'g'ri tushunishimiz kerak. Muşu qarsama Celil Qarim shunday yo'g'on informatsiyani qo'ryapti. Hamma narsa borkan, biz kelsak, manda qilmaydi. Endi deganlarmi bo'ldi? Ba'zi vaqtda odamning mijozi bir xil bo'lmaydi. Hem adamni tonimaymiz. Bizim merkezimiz bir istihbarat desek mi buldu yani yalnız axbaratla emas. Nait ince bir orun. Onun için erkimle ekipmeye diyemeyimiz digimiz var da üyümüz kapırıp yatqızdık nima qildik. Aqaslarım bir kolumuzdan bir yani çoğun bir ko'ngillari bir nima qildik bir destek verip yardım qılanmadı. Qanday mo'shunchilik nima qilganlarga nait rahmat. Ham o'shunda masalalar hozir hamma yerda bor.
Bizningki muhacirlar meselesimiz nayt ig'ir. Diginimga o'xshash haqiqiy iltijo qilgan odamlar mana shu Nepalga chiqib qaytib akirkatgan bizningki mustaqillik kurashchilarimiz deyli, mujohidlarimiz deyli, Şirelik o'xshash masalan, tashkilotlarimiz yordam qildi shularga, ammo qutqizib qolamadi. Mush Frankfurtga kelibmi ketib ketganlar bo'ldi. Avropaning boshqa shaharlaridan ketganlar bo'ldi. Muhojirlar xizmatini ishlatamiz, ammo yetarli emas. Hamda xalqimizning bunga destek berish kerak. Aqaslar bilan birlikda bu ishlarni birga tuzab, yaxshilab ketamiz, Xudoyim ursa. İnşallah. Allah razı olsun. Davom qilsizlar, gaplarni yana chechiyotdik masalani. Endi men o'zimni tanıştırıp nima sebepten qanday olab bir kelib qolganligim desem baştan deyishimga to'g'ri keldi. Men 1958 yılı 10. ayının 20'sida Gumanay'da tug'ildim. Men 66'dan 76'gacha to'liq o'tirdi o'qidim. Bu o'qish jarayonida Mao Zedong'un eserlerini tanlanmalarını yadılışıyla öttüm. Benim bunu emas, men yuqur maktablarga, institutlarga ketish niyetim baydı. Ali maktabda o'qib cho'ng bir bilim egasi bo'lish niyetim baydı. Ama Mao'nun bu eserlerini yadlash bilan o'tgan ömrümüz bakaliq o'tdi. Ondan keyin Medeniyet inqilabı oldu. Medeniyet inqilabıda Mao bu yaş ballarını, ösmirlerini, o'quvchilarni paydalandı. Ondan keyin o'zining ishini tugatib bo'lgan chog'ida sesiq ziyolilar yeziga tushsin deb shu qatorda bizimiz yeziga tushib sesiq ziyoli qatoriga o'tdik. Ondan keyin yezda bir necha yil chaniqqan bo'ldik. Dehqonchilik qilgan bo'ldik. Dehqonchilik qilib chaniqqan bo'ldik. Mao 78 o'lgandan keyin 80 yılının başlarından başlap bir yeni düzen, yeni kanunla çıkışa başladı. 83 biraz bazala ticaretle kapildi. 83'te yeni ticaret başlandı. Yeni ticaret başlamanda dedem dedi ki sen mi ticaret kılın? Yani bu işinin ayağa çıkmadı, sen yukarı mektepkama ketemedin. Onda oğandıkin sen ticaret kıl. Ben mi ticaretçi oğandıkin? Dedi, hem makul dep 84'te ticaret bilen hem ziyaret bilen hacı geldim. Hacıdan keyin bu Pakistan, Saudiya Arabistan'ını köygenin keyin biraz közem açılgan oldu. Bunda dünyanın başka yerlerden insanlar yaşaş halda özünün haklı bile yaşayken, yani normal halet yaşayken biz neymiş ki bunda yaşayamayız degen bir hal geldim. Ondan keyin ben de qaytib ketgandan keyin yana bu Shanghai, Guangzhou, Beijing diye yerlerde Xitoyning ichki o'lkalarida tijorat bilan shug'ullandim. 89gacha asosan tijorat bilan bo'ldim. Chunki o zamonlarda yeni tijorat qilib vaqt bo'lgach, tijoratni pek yaxshi edim, yaxshi desak bo'ldi. Ticaret qilib turgan turganimizda 1989 yılı Beijing'de Tiananmen vakası çıktı. Tiananmen vakasida men Beijing'de baydım. Tiananmen vakasidagi amaliy ahvolni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hamda kunduzda bu voqeani o'z ko'zim bilan ko'rish uchun kechida o'ltirgan o'lagini to'shagan yerga kunduzda bayib qoldim. Hattoki insonlarni o'quvchilarni o'zining farzandlarini tankilib olib bostirgan holini ko'rdim. Buni ko'rgandan keyin Xitoyning haqiqatan bir qonxo'r jallodligini, hattoki o'z farzandlarini shunda ezib qitqanligini ko'rgandan keyin bu o'z farzandlariga bunday qilgan odam bizning aqidamizda yana eskilikni qitgan bo'lar. Hozircha bunda bir mezgil yaxshi bo'lganda qilsimi, buning tagida yanala bir o'yin bor degan xayol keldim. Ondan keyin yerda tijoratlarni to'xtab qoldi. Chunki har yerda tutqun insonni turmoq tashlayotgan o'quvchilar tozalash harakati boshlandi.
Biz Bejinni tashlab qaytib keldik. Boya gapimni 92ga kelib to'xtadim. Endi 92'de ben jingidin ishki ülkeni tashlab, ishki ülkeye ketishini tashlab, öz nayimde bir yağ zavod qurish planini tuzdim. Yani bununla yana 4 tane benim dostlarım hamkorlashdi. 3 kishi 4 olup bir yurishleşken, hemmisi optimatlashgan bir